Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. 1 avgustdan qariyalar uchun 1 million so'mgacha qo'shimcha yordam. Uni kim olishi mumkin? Kim ola olmaydi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, hujjatlarda xato qilmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri qadam sababli odam o'ziga tegishli yordamni oylar davomida ola olmay qolishi mumkin. Agar oilangizda pensiya ota-ona, bu yolg'iz yashayotgan keksa inson, nogironligi bor qariya yoki moddiy ahvoli og'ir pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga faqat yangilikni emas, aynan qanday qilib olish mumkinligini bosqichma-bosqich aytib beraman. Avvalo eng muhim savol. Bu email bo'yin million so'm hamma qariyalarga avtomatik beriladimi? Mana shu yerda ko'pchilik adashadi. Odamlar sarlavhani ko'radi. 1 avgustdan hamma pensionerga pul berilar ekan deb o'ylaydi. Keyin bank kartasiga pul tushmaydi, pochta orqali kelmaydi. Mahallaga borsa siz ro'yxatda yo'qsiz deyshadi. Shunda norozilik boshlanadi. Men buni aniq tushuntiraman. Bunday qo'shimcha yordamlar odatda aniq toifalarga beriladi. Ya'ni barcha pensionerlarga bir xil avtomatik to'lov bo'lishi shart emas. Ko'p hollarda yordam ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan keksalarga, yolg'iz yashovchi qariyalarga, daromadi past oiladagi pensionerlarga, parvarishga muhtoj insonlarga yoki mahalla hamda inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan ehtiyojmand deb topilgan fuqarolarga beriladi. Shuning uchun bugun men sizga kimga tegadi, kimga tegmasligi mumkin, qanday tekshirish kerak, qaysi hujjatlar kerak degan masalalarni to'liq ochib beraman. Oldin qanday edi? Oldin ko'p yordamlar mahalla orqali aniqlanardi. Fuqaro ariza yozardi. Mahalla raisi yoki mas'ul xodim oilaviy ahvolni o'rganardi, keyin hujjatlar tuman darajasida ko'rib chiqilardi. Bu jarayonda insonning pensiyasi, oiladagi boshqa daromadlar, yashash sharoiti, sog'lig'i, yolg'iz yoki farzandlari bilan yashashi, nogironligi bor yo'qligi, qarovchisi bor yo'qligi inobatga olinardi. Hozir esa tizim asta-sekin ko'proq raqamlashtirilyapti. Ya'ni ko'plab ma'lumotlar elektron bazalardan tekshiriladi. Pensiya miqdori, doimiy ro'yxat manzili, oila tarkibi, nogironlik holati, ijtimoiy reyestrda bor yo'qligi, avval yordam olgan olmaganligi. Bu yaxshi tomoni shundaki, hujjatbozlik kamayadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, odam haqli bo'lsa ham ro'yxatga tushmay qolishi mumkin. Masalan, qariya amalda yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda farzandi ham shu uyda ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik ma'lumoti bazaga o'tmagan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartasi faol emas. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar pul tushishiga to'sqinlik qiladi. Birinchi toifa yolg'iz yashayotgan pensionerlar. Masalan, 7 yoshli onaxon bir xonali uyda yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm atrofida. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Doimiy yordam bera olmaydi. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari bor. Bunday holatda onaxon mahallaga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilib, o'zining ehtiyojmandligini qayta ko'rib chiqishni so'rash kerak. Chunki u ro'yxatda bo'lmasa, yordam avtomatik tushmasligi mumkin. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan qariyalar. Masalan, 68 yoshli otaxon ikkinchi guruh nogiron, yurak xastaligi bor. Har oy doriga 400-500 ming so'm sarflaydi. Pensiyasi bor, lekin davolanish xarajatidan keyin qo'lida kam pul qoladi. Bunday insonlar uchun faqat pensiya miqdoriga qarab baho berish adolatli emas. Ularning real xarajatlari ham hisobga olinishi kerak. Shuning uchun tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, davolanishga oid yo'llanma yoki dori retseptlari bo'lsa, arizaga ilova qilish foydali bo'ladi. Uchinchi toifa daromadi past oilada yashayotgan pensionerlar. Masalan, bitta xonadonda 75 yoshli buvi, ishsiz kelin va 2 nafar voyaga yetmagan nabira yashaydi. Bu pensiya oladi. Lekin aslida butun oila shu pensiyaga qarab qolgan. Tashqaridan qaraganda bu pensiya oladi deyiladi. Lekin ichkaridagi holat boshqa. Oziq-ovqat, maktab xarajati, gaz, elektr, dori-darmon hammasi shu puldan ketadi. Bunday oila albatta ijtimoiy himoya ro'yxatida turishi kerak yoki qayta o'rganilishi kerak. 4-toifa, boquvchisini yo'qotgan yoki qarovchisi yo'q qariyalar. Ba'zi qariyalar bor, farzandlari yo'q, qarindoshlari uzoqda. O'zi hujjat yig'ishga ham qiynaladi. Mana shunday insonlar ko'pincha yordamdan bexabar qoladi. Men har doim qo'shnilarga, qarindoshlarga, mahalla faollariga aytaman. Agar yoningizda shunday qariya bo'lsa, o'zi borib hal qilsin demang. Chunki ba'zi keksalar eshitmaydi, ko'rmaydi.
yo'l xarajatiga ham qiynaladi. Navbatda turishga sog'lig'i ko'tarmaydi. Siz ularga ariza yozishda, hujjat nusxasini tayyorlashda, markazga olib borishda yordam bersangiz, juda katta savob bo'ladi. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, farzandlari bilan birga yashasa, oilada barqaror ish haqi bo'lsa, uy-joy sharoiti yaxshi bo'lsa va ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilmagan bo'lsa, bunday odamga 20 million so'mlik yordam berilmasligi mumkin. Bu yomon degani emas. Bu yordamning maqsadi eng avvalo ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlash. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim degan gapning o'zi yetarli asos emas. Har bir oilaning holati alohida baholanadi. Birinchi misol. Otaxon 70 yoshda. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Yolg'iz yashaydi. Har oy kommunal to'lovlarga 2,5 ming so'm, doriga 1,5 ming so'm, oziq-ovqatga kamida 800 ming so'm ketadi. Hisoblab ko'rsak, xarajat 1 million 500 ming so'mdan oshyapti. Pensiyasi yetmayapti. Demak, bunday odam ijtimoiy yordamga ehtiyoj sezadi. U ariza bilan murojaat qilsa, mahalla yoki ijtimoiy xodim uyiga kelib sharoitni o'rganishi, keyin yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol. Onaxon 66 yoshda. Pensiyasi 1 million 600 ming so'm. Lekin u o'g'li va kelini bilan yashaydi. O'g'li 5 million so'm maosh oladi, kelini ham ishlaydi. Uyda doimiy daromad bor. Bunday holatda onaxon faqat yoshi sababli yordam olishi shart emas. Chunki ijtimoiy yordamda oila daromadi ham hisobga olinadi. Uchinchi misol. 78 yoshli buvi ro'yxatda o'g'li bilan bir uyda turadi, lekin o'g'li aslida Rossiyada. 5 yildan beri uyga kelmagan, moddiy yordam bermaydi. Elektron bazada esa o'g'li shu manzilda ko'rinishi mumkin. Natijada tizim buvi yolg'iz emas deb chiqarish ehtimoli bor. Bunday vaziyatda buvi yoki uning vakili mahallaga borib, amalda yolg'iz yashash holatini dalolatnoma bilan tasdiqlatish kerak. Qo'shnilar guvohligi, mahalla o'rganish dalolatnomasi, migratsiya yoki boshqa ma'lumotlar yordam beradi. 4-misol. Otaxonning bank kartasi muddati tugagan. Yordam tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin pul kartaga tushmaydi yoki qaytib ketadi. Odam esa menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida. Shuning uchun pensionerlar kartasining amal qilish muddatini tekshirtirib qo'yishi kerak. Agar pensiyani pochta orqali olsa, yordam ham qaysi tartibda berilishini oldindan so'rash kerak. Birinchi nozik jihat. 5 million so'm degan hamma uchun aynan shu summa degani bo'lmasligi mumkin. Ba'zi yordamlar 40 bo'y million so'mgacha deb belgilanadi. Bu esa ehtiyoj darajasiga qarab kamroq yoki to'liq berilishi mumkinligini anglatadi. Masalan, kimdir 5 ming so'm oladi, kimdir 1 million, kimdir 2 million. Shuning uchun arizada va murojaatda menga nega falonchidek bo'lmadi deyishdan oldin qaror qanday mezon asosida chiqarilganini so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Yordam bir martalik bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha har oy 1 million qo'shilar ekan deb tushunadi. Lekin ko'plab ijtimoiy yordamlar bir martalik moddiy yordam shaklida beriladi. Ya'ni avgust oyida yoki belgilangan davrda bir marta ajratilishi mumkin. Agar bu doimiy ustama bo'lsa, u alohida tartibda pensiyaga qo'shib hisoblanadi. Shuning uchun bu pul pensiyamga har oy qo'shiladimi yoki bir martalikmi degan savolni albatta aniqlashtiring. Uchinchi nozik jihat, ariza bermasangiz ro'yxatga tushmasligingiz mumkin. Ba'zi toifalar elektron bazadan avtomatik aniqlanishi mumkin, lekin hamma holat ham avtomatik ko'rinmaydi. Ayniqsa oilaviy sharoit yomonlashgan bo'lsa, yaqinda kasallik chiqqan bo'lsa, farzand yordam bermay qo'ygan bo'lsa, uyda yong'in yoki boshqa og'ir holat bo'lgan bo'lsa, buni tizim darhol bilmaydi. Siz murojaat qilishingiz kerak. 4-nozik jihat, hujjatlardagi manzil muhim. Ko'p odamlar bir joyda yashaydi, boshqa joyda ro'yxatda turadi. Ijtimoiy yordam esa odatda doimiy ro'yxat yoki haqiqatda yashash joyi bo'yicha o'rganiladi. Agar siz aslida qishloqda yolg'iz yashasangiz, lekin ro'yxatingiz shahardagi farzandingiz uyda bo'lsa, baholashda chalkashlik bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatni oldindan tushuntirib, mahalladan yashash holati bo'yicha dalolatnoma olish kerak. 5-nozik jihat, yagona reyestrdagi holat. Agar oila ijtimoiy himoya reyestrida bo'lsa, yordam olish imkoniyati yuqoriroq bo'lishi mumkin. Lekin reyestrga kiritilmagan bo'lsa, bu hali umuman yordam yo'q degani emas. Siz murojaat qilib, oilaviy holatingizni qayta baholashni so'rashingiz mumkin. Muhimi, faqat og'zaki aytib qaytib ketmang. Ariza qoldiring, arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Iloji bo'lsa kirim raqamini oling. 6-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Yordam puli haqida xabar chiqqanda ayrim odamlar men 100 ming so'mga ro'yxatga kiritib beraman. Kartangiz raqamini, SMS kodini ayting, pasportingizni yuboring, pul tushirib beraman deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangizning SMS kodini bermang. Hech qanday ijtimoiy yordam uchun sizdan oldindan pul talab qilinmasligi kerak. Rasmiy murojaat mahalla inson markazi, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron portal orqali bo'ladi. Telegramdagi noma'lum botlar, shubhali havolalar, tez pul chiqaramiz degan e'lonlarga ishonmang. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar siz yoki yaqinlaringiz bu yordamga haqli bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz nima qilasiz? Birinchi qadam holatingizni aniqlang. Qariya yolg'iz yashaydimi? Pensiyasi qancha? Uyda yana kimlar bor? Ularning daromadi bormi? Sog'lig'i qanday? Nogironligi bormi? Doimiy dori-darmon xarajati bormi? Qarovchiga muhtojmi? Bularni yozib chiqing. Oddiy daftar varag'iga ham bo'ladi. Chunki murojaat qilganda aniq gapirish kerak. Ahvolim og'ir deyishning o'zi kamlik qiladi. Pensiyam 1 million 200 ming so'm, doriga behiming ketadi. Yolg'iz yashayman, farzandlarim yordam bermaydi deb aniq aytish kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa nogironlik hujjati, tibbiy ma'lumotnoma yoki davolanish hujjatlari, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot, agar yolg'iz yashasa mahalla dalolatnomasi. Har joyda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun avval borib ro'yxatni so'rab oling. Uchinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Eng yaqin va eng birinchi eshik ko'pincha mahalla bo'ladi. Mahalladagi xotin-qizlar faol hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki raisdan qariyalar uchun 1 avgustdan ajratilayotgan moddiy yordam bo'yicha tartibni so'rang. Mening holatimni o'rganib, yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Og'zaki gaplashib ketib qolmang. Yozma ariza bo'lsa, keyin javob talab qilish osonroq bo'ladi. 4-qadam, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga boring yoki murojaat qiling. Hozir ijtimoiy himoya masalalarida inson markazlari muhim rol o'ynaydi. U yerda ijtimoiy xodim holatni baholashi, oilaning ehtiyojini o'rganishi, kerakli xizmat yoki yordam turiga yo'naltirishi mumkin. Agar qariya o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi yordam bersin. Ba'zi holatlarda ijtimoiy xodim uyga kelib o'rganishi ham mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasi yoki bank ma'lumotlarini tekshiring. Agar yordam pensiya tizimi orqali yoki karta orqali beriladigan bo'lsa, pensiya hujjatlarida xato yo'qligini tekshirish kerak. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, karta raqami, telefon raqami to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan bitta harf xatosi ham to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. 6-qadam, arizangizni nazorat qiling. Ariza topshirdingizmi? Tamom deb o'tirmang. 5 ish kunidan keyin borib holatini so'rang. Arizam ro'yxatga qo'lindimi? O'rganish bo'ldimi? Qachon javob beriladi? Rad etilsa, sababini yozma olsam bo'ladimi deb so'rang. Agar sizga tegmaydi deyishsa, albatta sababini so'rang. Sababsiz rad javobi bo'lmasligi kerak. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, xatoni toping. Rad etish sababi turlicha bo'lishi mumkin. Oila daromadi yuqori deb topilgan, qariya yolg'iz emas deb ko'rsatilgan, hujjat yetishmagan, reyestrda ma'lumot noto'g'ri, oldin yordam olgan, karta ma'lumoti xato. Sababni bilmasdan turib ikkinchi marta murojaat qilish foydasiz bo'lishi mumkin. Avval sababni aniqlang, keyin tuzatib qayta murojaat qiling. Men sizga oddiy ariza mazmunini aytib beraman. Albatta, har bir hududda o'z namunasi bo'lishi mumkin, lekin mazmuni shunday bo'ladi. Men falon manzilda yashayman. Yoshim falon, pensionerman. Hozirgi vaqtda moddiy ahvolim og'irligi. Pensiyam kundalik ehtiyojlarim va dori-darmon xarajatlarimga yetmayotgani sababli menga qariyalar uchun ajratilayotgan moddiy yordamni tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Oilaviy sharoitimni o'rganib, tegishli tartibda yordam berishingizni so'rayman. Agar yolg'iz yashasa, yolg'iz yashayman, doimiy qarovchim yo'q deb yoziladi. Agar nogironlik bo'lsa, falon guruh nogironligim bor deb qo'shiladi. Agar dori xarajati katta bo'lsa, har oy davolanish va dori-darmon uchun o'rtacha falon so'm sarflayman deb ko'rsatiladi. Ariza hujjat nusxalari ilova qilinadi. Bu yerda bir maslahat, arizada hissiyotdan ko'ra fakt ko'p bo'lsin. Juda qiynalib ketdim degan gaplarni yozish mumkin, lekin uning o'rniga raqam qo'ying. Masalan, pensiya miqdori, dori xarajati, kommunal to'lov, oila a'zolari soni.
Chunki komissiya yoki ijtimoiy xodim qarorni aynan faktlar asosida chiqaradi. Birinchi xato, odamlar eshitgan gapga ishonib uyda o'tiradi. O'zi tushar ekan deyishadi. Agar siz ehtiyojmand bo'lsangiz, kutib o'tirmang, tekshiring. Ikkinchi xato, hujjatlarni chala topshirish. Pasport bor, lekin nogironlik hujjati yo'q. Ariza bor, lekin bank rekviziti yo'q. Tibbiy xarajat bor, lekin tasdiqlovchi qog'oz yo'q. Keyin ko'rib chiqish cho'ziladi. Uchinchi xato, boshqa birovning kartasini berish. Yordam odatda fuqaroning o'z nomidagi kartaga tushishi kerak. Farzandining kartasi, qo'shnisining kartasi, qarindoshining kartasi muammo tug'dirishi mumkin. Agar qariyaning kartasi bo'lmasa, bankdan karta ochish yoki pensiya olish tartibini aniqlashtirish kerak. 4-xato, SMS kodini berish. Yana bir bor aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Hatto mahalladanman, bankdanman. Yordam pulini tushiramiz desa ham bermang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. 5-xato, rad javobidan keyin taslim bo'lish. Agar haqiqatdan ham ahvol og'ir bo'lsa, rad sababini aniqlab, hujjatlarni to'g'rilab qayta murojaat qiling. Zarur bo'lsa yuqori tashkilotga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. Men sizga amaliy ro'yxat qilib aytaman. Bugun videodan keyin birinchi ish, oilangizdagi qariyaning hujjatlarini tekshiring. Pasporti amaldami? Pensiya kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami o'z nomidami? Nogironlik yoki tibbiy hujjatlari joyidami? Ikkinchi ish, urusdan ham ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsa, mahallaga yozma murojaat qiling. Uchinchi ish, inson markazidan maslahat oling. To'rtinchi ish, arizangiz raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini olib qo'ying. Beshinchi ish, javobni nazorat qiling. Agar siz boshqa viloyatda yashayotgan bo'lsangiz, lekin ota-onangiz qishloqda yolg'iz bo'lsa, telefon qilib pul tushdimi deb mahalladagi mas'ul bilan bog'laning. Ota-onangizning holati o'rganilganmi? Ro'yxatda bormi? Hujjatlari to'liqmi? Shuni aniqlang. Ko'p qariyalar uyat qiladi. Bolalarim bor, so'ramayman deydi. Lekin bu yordam tilanchilik emas. Bu davlat tomonidan ehtiyojmand insonlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Haqli bo'lsa, odam o'z aqlini bilishi va olishi kerak. Yana bir muhim gap, bu pulni olgandan keyin ham uni to'g'ri sarflash kerak. Eng avvalo dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal qarzdorlik, zarur kiyim-kechak yoki davolanishga ishlating. Ba'zan qarindoshlar qariyaning kartasiga pul tushganini bilib, o'z ehtiyojiga ishlatib yuborishi mumkin. Men buni noto'g'ri deb hisoblayman. Yordam qaysi qariya uchun ajratilgan bo'lsa, avvalo o'sha insonning ehtiyoji uchun sarflanishi kerak. Demak, 2 avgustdan qariyalar uchun 2,5 million so'mgacha qo'shimcha yordam masalasida eng muhim narsa shuki, hamma narsani aniqlashtirmasdan menga albatta tushadi deb kutib o'tirmang. Bu yordam ko'p hollarda ehtiyojmandlik, oilaviy sharoit, sog'liq holati, yolg'iz yashash, daromad va hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Sizning vazifangiz holatni to'g'ri tushuntirish, hujjatlarni to'liq tayyorlash, yozma ariza berish va jarayonni nazorat qilish. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda bu yordam bo'yicha qanday tartib aytilyapti? Mahalla nima deyapti? Kimdir olganmi yoki hali kutyaptimi? Sizlarning izohlaringiz boshqa tomoshabinlarga ham katta yordam beradi. Men esa keyingi videolarda eng dolzarb savollarga yana batafsil javob beraman.